Hazır ikkita odamni olib ketish jarayonini ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Skuter o'zini juda yaxshi tutadi. Tezlikda ham. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana skuter ishqibozlari bo'lsa, bugungi videoda sizlarga yangilik skuterlarimizni yana bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu yerda asosan 3 oyoqli skuterlarimiz bo'ladi. Mana bu ham mana lotkalik. Yonboshida odam olib ketsangiz bo'ladi. Bunisi ham mana yangilik, bu ham lotkalik hisoblanadi. Yonboshida bemalol yosh bolacha yoki kattaroq insonni olib ketsangiz ham bo'ladi. Va mana bunisi esa o'sha trenddagi hamma qiziqayotgan 3 oyoqlik veloskuterlarimiz. Mana sidinasini mana bunday og'darib qo'ysak, yosh katta inson yoki ikkita yosh bola o'tirib ketsa bo'ladi va pedalidan boshqarsangiz ham bo'ladi. Zaryadka orqali minib haydab ketsangiz ham bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bitta to'liq quvvatida 40 kilometrgacha masofani bemalol haydab o'tsa bo'ladi. Xo'p, buni ranglariga keladigan bo'lsak, xuddi shunday qora rangi bo'ladi, seri rangi bo'ladi va bordovoy qizil ranglari bor. Akalar, o'tgan safargi videoda batafsil tanishtirib o'tganmiz. Qisqacha narxlarini aytib, mana bu skuterlarimizni sizlarga eksperiment qilib haydab ko'rsatib beramiz. Demak, narxlari diqqatli bo'lib turasizlar. Bunimiz $600, so'mda 7.200.000 atrofida chiqadi. Bu ham shu $600. Mana bunisi esa bunimiz $580 ga chiqadi. Xuddi shunday rangi bo'ladi va mana bu yerda korpusi sal boshqacharoq, ya'ni qaymoq rangidan bo'ladi. Ikki xil ranglari bor. $580. Mana bunisi esa $650 ham qo'yilgan. $600 ham qo'yilgan paytida hozir bitta qolganligi sababli $550 ga chiqarib beramiz akalar. Shoshib qolishinglarni tavsiya qilamiz. Demak, diqqat bilan kuzatishda davom etinglar. Biz eksperimentni boshladik. Akalar, mana skuterimizni tashqariga olib chiqib oldik. Ana endi sizlar bilan minib ko'rsatib beramiz. Mana orqasi anchagina keng bo'ladi, bozor uchun moslashtirilgan. Qani chiqish tushish anchagina oson. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, bu yerda tormozlardan chiqqandan keyin parkovkada turadi. Tormozni bitta bosganimizda parkovka ochiladi. Va bu yerda xohlagan skoroskga tushirib, bu yerdan ham ko'rinadi mana skoroslari. Yurib ketsak bo'ladi. Gazni asta-sekin buraymiz. Qani bismillah. Mana bitta qo'lda ham bemalol boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xuddi shunday holatda. E'tibor beringlar, birinchi skorosda mana bor tezligida haydab ketyapman, 11 tezlikdan oshgani yo'q. Hozir sal tekisroq joyga chiqqanda ikkinchi skorosga ham olib ko'rsatib beramiz. Mana bu yerdan endi mana bitta qo'lda bo'lganligi uchun ozgina noqulay. Ikkinchi skorosga olamiz. Mana tabloda ham 2. Chekkaroq olib turamiz, mashina o'tib olsin. Qani endi ikkinchi skorosda necha tezlikka chiqadi? Birgalikda ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar, 20 tezlikdan oshgani yo'q ikkinchi skorosda va bir qo'lda boshqarishga ahamiyat qilinglar. Mana boshqarish juda qulay, ya'ni bir tarafga og'ishmagan holatda xotirjam haydasangiz bo'ladi va yana bir qulayligi orqaga yurish xususiyati ham bor. Oldik. Ana akalar. Endi mana bu yerda skuterimizni ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli holatda. O'zingizlar ko'rdinglar, bitta qo'lda ham xotirjam, katta tezlikda ham boshqarsa bo'ladi. Ya'ni gabariti bir xil qilib ishlangan, yon tomonga og'ish holatlari kuzatilmaydi. Mana xuddi shunday holatda akalar. Endi sizlarga dokumentlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda dokumentlarda ko'rsatilgan. Xuddi shunday holatda. Tezligi 25 tezlikdan oshmaydi deyapti. Motor quvvati 240 vatt deb mana o'zini pasporti desa ham bo'ladi. Xuddi shunday ko'rsatkichi bor akalar mana. Sertifikat. Xudo xolasa, misol shundan oladigan bo'lsanglar, shunaqa qog'ozlari bilan jo'natib berish imkoniyati bor. Bu skuterimizga prava so'ralmaydi akalar. Endi pustoy holatda haydasanglar, tezlik ko'rsatkichi
40 gacha ko'rsatadi, lekin yuk bilan haydalganda 25 tezlikdan oshmaydi akalar. Shunday holatda. Azlar ikkita odamni olib ketish jarayonini ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Shunday holat. Skuter o'zini juda yaxshi tutadi. Tezlikda ham. Qani endi tushib olamiz. Bismillah. Mana akalar, o'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Bitta odam, nafaqat bitta, ikkita odamni ham bemalol xotirjam olib keta oladi. O'zingizlar videoda ko'rib guvohi bo'ldinglar. Yo'lda tezlikda o'zini tutishi juda ham yaxshi skuterimizni. Mana bemalol olib bozor ucharlarda foydalansanglar bo'ladi. Orqa taraflari ochilib, yopiladi. Uzunroq yuklar bo'lsa, endi aravasini ham qisqacha yana bir ko'rsatib qo'yaman. Bizni yangi kuzatayotganlar bo'lsa, xuddi shunday holatda bo'ladi. Endi qaranglar akalar, mana. Ochib yopish ham qulay bo'ladi. Sidinasi ancha keng, bitta odam bemalol o'tiradi, vesi katta inson ham. Mana bu holatda ochib qo'ysak, kenggina aravacha hosil bo'ladi. Razmerlari ichki tarafi uzunligi 1 metr, eniga 80 santimetrni tashkil qiladi. O'rtacha 2 qop yukni bemalol yuklab ketsanglar bo'ladi. Yana bir qo'shimchasi aytib o'tdik. Mana orqa tarafi mana bu holatda ochiladi. Mana. Uzunroq yuklar bo'lsa, yuklab olib ketish xususiyatlari ham bor akalar. Yopilish ham juda ham oson. Xuddi shunday holatda mahkamlab ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunday holatda. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bularimizni 3 xil ranglari bo'ladi. Qora, seri hamda bardovoy qizil ranglari bor. Endi tezligiga keladigan bo'lsak, xo'p, odam bilan haydalganda 25 tezlikdan oshmaydi. Dokumentini ham ko'rsatib o'tdik. Dokumentida ham xuddi shunday. Tezligi 25 tezlikdan oshmaydi. Mana bu yerda qisqa qilib tushuntirganda va motor quvvati 240 vatt. Bu degani o'z-o'zidan prava texpasport talab qilinmaydi akalar. Bemalol olib bozor ucharda foydalansanglar ham bo'ladi va mana bunday dokumentini ham qilib beramiz. Savollar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi buni qo'shimchalari zaryadkasi bo'ladi va mana bunday bakovoylari bo'ladi akalar. Xo'p, endi to'liq ma'lumotni ichkarida bir qator yana tanishtirib o'tamiz. Akalar, mana qisqacha skuterimizni xarakteristikasini ham ko'rsatib, ham aytib o'tdik. Narxlarini eslatib o'tamiz. Bular $600 ga chiqarib beramiz. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 40 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Odam olib ketsangiz ham, yuk olib ketsangiz ham bo'ladi akalar. Bularga prava talab qilinmaydi. Xo'p, narxi $600. Endi navbatda lotkali variantimiz. Bu ham juda ham ixcham. Bog'chaga bolajonlarni olib borib olib kelish uchun qulay bo'ladi. Bu yerda bitta odam, bu yerda bitta yosh bola o'tirib ketsa ham bo'ladi akalar. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida bu ham 30 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Motor quvvati 240 vatt, tezligi 25 dan oshmaydi. Buni narxini $580 ga chiqarib beramiz. Ikki xil rangi bor. Ramasi xuddi shunday rangi bor. Ramasi mana bunday qaymoq rangligi bo'ladi akalar. $580. Ana endi undan kattaroq varianti 16 ballon saka diskalik. Bu 14 ballonlik, bu 16 ballonlik. Bu 4 ta akkumulyatorli bo'lsa, bu 5 ta akkumulyatorlik. Mana joylari ham anchagina keng bo'ladi. Sidinasida farq qiladi. Mana o'zingizlar e'tibor beringlar. Buni sidinasi mana bu ko'rinishida, buni sidinasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, 16 ballonlik, bitta to'liq quvvatida
30, 35, 40 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ya'ni hozirgi sovuq kunlarda. Xo'p. Motor quvvati 240 vatt, tezligi 25 tezlikdan oshmaydi. Buni narxini akalar $600 qilingan. Hozirda mana bittaligi uchun aksiyada $550 xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunday holatda akalar. Yangilik skuterlarimiz shulardan iborat. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalar pullik bo'ladi. Sizni joylashgan joyingizga qarab akalar. Aytib o'tdik. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, akkumulyatorlar yangi turadi, bosilmagan holatda. Agar siz qaysidir skuterga zakaz beradigan bo'lsangiz, yangi pachkadan ochib, joylab, jo'natib beriladi. Va bu yoqda mana terilmagan holatlari. Agar o'zim terib olaman deganlar bo'lsa, korobka holatda ham jo'natib berish imkoniyatimiz bor. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, bu videoyim siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, xuddi shunaqa yangilik skuter qidirayotgan yaqininglar bo'lsa, videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Manzilimizni eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Dastavkalarimiz bor, pullik bo'ladi, joylashgan joyingizga qarab. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'linglar.